Nimaga yaxshi misli tuzuv misli shu sayohatchi bloger bo'lsam mendan yaxshi bloger chiqadi. Faqat sayohatdaligimda video qilaman. Hozir aeroportga chiqdim. Hech qayerga ketish uchun emas, kutib olish uchun chiqqandim. Hozir admin yozib qoldilar. Nimadir olib bering deb. Как раз hozir bitta patsient bilan gaplashdim. Turmush o'rtog'ini psixopat deb o'zi tashxis qo'yib gapirdi. No, kartinkadan psixopat emas, eri narsis ekanligi chiqib keldi. Xo'p. Shuning uchun hozir psixopat bilan narsistni farqini aytmoqchiman. Psixopat bu vijdonsizroq, empatiyasiz, hissiz va manipulyator bo'ladi. Narsist bo'lsa vijdonli bo'ladi. Ya'ni unda hissiyot bo'ladi, u tanqiddan qo'rqadi, u maqtov uchun harakat qiladigan odam bo'ladi. Bular ikki xil narsa, chunki psixopatda hissiyot yo'qligini hisobiga u sizni hech qachon tushunmaydi, umuman tushunmaydi, chunki siz hozir so'rayotgan narsa nimaligini ham bilmaydi. Psixopatni manipulyatsiya qilsa bo'ladimi? Yo'q, psixopatni manipulyatsiya qilib bo'lmaydi, chunki psixopat shakllanayotgan paytda empatiyasi shakllanganligi uchun u manipulyatsiya metodlarini yoki bo'lmasam o'sha manipulyatsiya qobiliyati juda yuqori bo'ladi. Narsistda manipulyatsiya bo'ladi, bu faqatgina maqtov olish uchun, выгодasi uchun, manfaati bor joylarda manipulyatsiya qiladi. Xo'p, psixopat kasalmi? Yo'q, bu shaxs tuzilishi, shunchaki empatiyasiz oilalarda katta bo'lgan yoki bo'lmasam juda ham qattiq nima deydi, ignorit qilingan, tanqid qilingan, bulingda qolgan va psixika hissiyotlarini bloklagan insonlar keyinchalik psixopat bo'ladi. Ularda insonlarni tushunish degan his bo'lmaydi. Narsistlarda esa bo'ladi. Bu kasallik emas, shunchaki shaxs tuzilishi. Narsistlar bular ko'pincha rad etilgan va tanqid qilingan yoki bo'lmasam o'ta maqtalgan. Psixopatda ham bor, giperapiya qilingan bolalar. Ko'p o'sha maqtovga muhtoj va bolaligida ichida tan olinmagan, rad etilgan paytda bo'shliq qolib ketadi va mana shu zo'r baho olsam meni yaxshi ko'rishar ekan, yaxshi qiz bo'lsam yaxshi ko'rishar ekan degan maqsadda o'sha chashi ochiq qolib ketgan bo'ladi-da, o'sha ochlik hissini keyin bo'shliqni boshqa narsalar bilan to'ldirib olishadi. Boshqa narsalar bu boshqalardan kelayotgan maqtovlar, tan olinishlar, shunga o'xshash narsalar bilan. Вообще-то ikkalasi ham kasallik emas, bu shunchaki shaxs tuzilishi. Shunaqa gaplar. Qandaydir savollar bo'lsa bersanglar, как раз hozir qancha vaqt bu yerda bo'laman bilmayman, lekin javob bera olaman menimcha.